Faryab viloyati Maymana shahrining 6-nahiyasiga qarashli Qotor qishlog'i aholisining O'zbek TV bilan bo'lgan suhbatida bu hududdagi ijtimoiy, iqtisodiy va ostqurma muammolari yuzasidan jiddiy xavotirlarni bildirdi. Aholining bildirishicha, Davlat Kapton maktabi urushlar davrida roket zarbasi natijasida jiddiy zarar ko'rib, yonib ketgan. Keyinchalik mahalliy aholi yordami bilan qisman tarmimlangan bo'lsa-da, maktab hanuzgacha yetarli sharoitlarga ega bo'lmagan. Ta'kidlanishicha, ushbu ta'lim markazi yarim kun qizlar va yarim kun o'g'il bolalar uchun faoliyat yuritmoqda. Biroq o'quv jihozlari jumladan chavki, meys, taxta, darslik kitoblar va tajribali ustozlar yetishmasligi katta muammo bo'lib qolmoqda. Bismillahirrahmanirrahim. Men otim Yusufda, Qo'tirdan bo'laman, qishloq Arodarvob. Va nuni maktabda borasidan. Maktabga bor edi, toliblarning vaqtiga shu jangga roket tegib edi, alov edi, shu maktabi davlat kifton. Bachalar hamma narsasi kuyib ketdi. Kitob, chavki, kullan tahrib bo'ldi degan. Aslında bu yozdan iki maktab bir maktab bo'lib qolgan edi, yarim ro'z bachalar munga o'q edi, yarim ro'z ham qizlar o'q edi. Hozir ham faqat chan puli bo'lgan va ba'zi joylardan ko'mak bo'lgan. To joy tuzalgan, munto kambut ko'fti. Chavki yo'qdi. U kun men borman, o'g'lim o'sha yerga o'q edi. Borman bir ko'yna shol taylalgan simti tagiga va 5 ta shogird o'ltiribdi. Taxta yo'qdi, taxtaga qarasa ustod bu ustod ham say tavajjuh qilmaydi. Bachalar ko'p nolinadi aytadi, ustod kelmaydi, dars yo'qdi, kitob yo'qdi. Ustod masalan bir keladi, pasiyana ketadi, borib choyni ichib o'ltiradi. Bizda say berga ruch qilmaydi. Biz so'raymiz ko'pincha darsingni bit aytadi-ki, birodar, men dars bo'lsa bitib bo'lmasa nima qilay? Nima uchun ustoding dars bermaymi? Aytadi, ustod keladi, masalan, so'rab ketadi, simga borib dars, choyni ichib o'ltiradi. Nima qilmaydi? Biz xohlaymizki, Ma'rifdan kelsa berga, ularga tavajjuh qilsa, aysa va shu bachalar ustozlardan xohish qilaman, shu bachalar shu muhitda bachasi ustozlar shu muhitda ustodida o'qisa, oyandasini shu bachalarning xarob bo'lmasa, sadaqa ota-ona unga ko'shish qiladiki, avlodim bir narsa bo'lsa deb, ammo yana bu bacha puldan o'zini maktabga o'qib o'tkazsa va hech nimani oxir choqqa bilmasa, vaqt ham shunda o'tsa, katta bo'lsin, pas bu nima tuzaladi sora. Bu yozdan kitob yo'qdi, kitob sinfi shash yo'qdi. Men necha qala keldim, mana bu unosga keldim. Ki ota dedi, kitob keltiring menga qandoq va markar keltiring va qalam keltiring. Ba'zi narsalarni aytadi, Hasan bundan belli bo'ladi, xo yo'qdi shu maktabga. Keldim ustozlarning oldiga, ustod aytdi, kitob toza kitob kelgan, qo'yna kitoblar yo'qdi va birta yarimta to'g'rizgacha mana shu Burjudum, savr buncha bo'libdi, yangi 3 ta kitob bunga topilibdi va o'zim ham bozordan ham keltirib berdim. Ularga bu kitob berilsa, adaqal bu bacha keladi, xo'p kitob bo'lsa o'qisin, kitob bo'lmasa nimani o'qisin? Aytadi, men aytaman darsingda yo'q, aytadi, kitob yo'qdi. Xo'p, men shunda boraman, kelaman. Undan ketmaganim betar. Meni qizim bu kun bu yil sinf 6 bo'ldi. Sinf 6 kitob yo'q va sinf 8 ham shunda. Va ustozlardan ham xohish qilaman, bachalarga yetishsin, dars bersin. Oyandasi biloxira tuzalsin. Men otim Ahmedullo, bir Qo'tirdan bo'laman. Qo'tirgan maqsadi yaxshi, masalan, mana shu maktab ilgari xarob bo'ldi. Masalan, maktab liseyiga bo'lsa, shogirdlarga chavki, mez, shunday gaplar bo'lsa, maqsadi ustozlar yaxshi dars bersa, shundoqlar masalan kushish qilsalar ko'p yaxshi bo'ladi. Maktabi davlat kiftonda, o'shanda bir jang bo'ldi, o'shanda jangga bir suqutni marbimi nima raqam bo'lib, shu g'alaba bo'ldi. Maqsadi bir tuzatdilar ham bir degasi, o'rnizam Xitoy masalan nimasi ba'zi joylari xil joylar, tamom joylar ali olib ketdi. Vasoy imkoniyat ham masala olib ketmadi. Masalan, mana shu kitobxonasi biroqlar kitobi yo'qdi, nimasi yo'q, mana shu kitoblarga ko'chish qilishi kerak. Aslida shunday bo'lsa ko'p yaxshi bo'ladi. Ishsizlik darajasi yuqori bo'lgani sababli hudud aholisi iqtisodiy qiyinchiliklardan aziyat chekib, ayrim fuqarolar ish izlab qo'shni davlatlarga muhojirat qilishga majbur bo'lmoqda. Aholining fikricha,
tashqi davlatlardan yuborilayotgan mablag'lar oilalarga vaqtinchalik yordam bo'lsa-da, asosiy ehtiyoj barqaror ish sharoiti yaratilishi bilan bartaraf etiladi. So'nggi yillarda ishsizlikning ortishi muhojirat jarayonini kuchaytirgan. Bismillahirrahmanirrahim. Men otim Muhammad Ikrom. Qo'tirdan bo'laman, Noyashashdan. Mushkulotlar Qo'tirga desangiz 17-18 marcha shu pilla ayyorga shu zindagida qiladi. Mardimi bor 1200-1500 mardimi bor. Shu zindagida qiladi. Qamlarning mushkuloti bor. Ba'zilar mana Eronda qarang, shunday bir mushkulotga mardim Eron ketadi musulmonlar desangiz, mana u yerdan desa bir narsa bo'lsa ota-onasiga beradi, bo'lmasa desangiz ota-ona birga darbadar uxlaydi, yig'laydi, siqtaydi. Shu hisdan shu mardim, siz bizdan mardim ko'p shunday hisoblardan ko'p past qolganmiz. Ish yo'q, ishga desangiz ham mardim mana bekorlikdan qarang, mardim bekorlarga o'ltirilgan, yo ko'chalarga o'ltirilgan, yo bog'otlarga o'ltiradi, hammasi nimadan shu sarmoshasi nimaki bekorlikdan. Mardim ovora bechoradiki shu mardim taqozo qiladiki, balki bizlarga bir ish bo'lsa, yo Eron ketmasak, Turkiya ketmasak, boshqa kishilar ketmasak, biz zindagimiz yaxshi bo'lsa deb o'z muhitimizga bo'lsa, o'z vatanimizga bo'lsa deydiki, ko'proq mardim xo'shlik qiladi. Bu gaplar shu pilla mardimga nima ish yo'q, kor yo'q, g'aribchilik yo'q, dikondorga yo'q. Olib mardimga sotib oladigan nafalar bir darbadar. Bir bo'junga zo'r odamlar bilan ko'p. 7 ta avlodi bor, 5 ta avlod bor, 10 ta avlod bor mardimda. Iqtisodiy hisobdan mardim ko'p zaif. Bali mana tunayning o'ziga 1 pomildan 3 nafar ketdi. 1 pomil 3 chinoga. 3 chinoga ketdiki, shu zindagilikni qo'lidan ki shu mutarkalar o'shalar zo'r edi. Men o'zim shohid sanamanki shu narsa kim bo'lsa men gapni ayta olamanki 3 pomilda aytaman 3 chinoga 3 pomil bor turib Eron ketdi. Nima shunga iqtisoddan zaif. Yog'lizni qo'ldan darbadar musofirlikka ketadi. Shularga zindagilik bo'lsa, xotin-boshani shular o'ltiradi. Yana 4 yildan baqaq mardim bir xil mushkulotga qolgan. Zindagilikdan hamma hisobdan mardimda mushkuloti bosh bilan. Mardimga bo'd ish kerak. Mardimga bo'd bir shirkat bo'lsa, 5 tani bir ta bo'lsa 10 tani, bir ta 20 tani, bir ta ko'riganlarni qishloqdan masalan shaharga bir ish bo'lsa, barq bo'lsa, gapsuxon bo'lsa, shundoqlarga bir ishni gapi bo'ladi. Faqat shirkatlarning gapi bo'lsa yo bir fabrika bo'lsa, shunday gaplarga mardim borib ishlasa, 5 pani topsa, yesa, istadi shu mardim mana shuni xohlaydi, shuni mardim qo'shdi. Hududda asosiy muammolardan biri standart yo'llarning yo'qligi va suv kanal tizimlarining yetishmasligidir. Kuchli yomg'irlar va qish mavsumida sel oqimlari yuzaga kelib, aholiga katta zarar yetkazadi. Bismillahirrahmanirrahim. Men otim Ahmad Fahim. Boshida Noyashash qariya Qo'tirdan bo'laman. Bu mantiqani nazdika 1000 uy zindagilik qiladi. Bu yerga faqat bir mushkulot bizaniki shu muhimroq unda shudiki, sarakimiz yo'qdi. Hodisangiz mana bu kanal yo'qdi. Zimiston oyiga sel keladi, mardim ko'p mushkulotga qoladi. Xo'p desangiz, bizlar davlatdan taqriban 5 yil ilgari peshnod qilib edik sarak. Imorat islomi yo'q edi vaqt 5 yil ilgari edi. Fe'lan Imorat islomi vaqtiga injener sohiblar keldilar, bu yerga sarvi qildilar, ketdilar. Banom bizlarga sarakka rost mustaqil va'da berdilar. Ba'dan Kobildan Taymaroil bo'lib keldi. Besozi deb keltirdilar. Bu yerga ko'chalarni katta qilmoq bo'ldi. Bu narsalarga mardim bu ko'chalarni katta qilmoqqa mushkuloti ko'p bo'ladi. Hamma mardim o'ylari sarak ko'chani ustiga ayyordi. Mardimning zindaglari xarob bo'ladi ko'pdan ko'p. Bizlarga mushkulot unda bizga mushkulotli qiladi, magar o'zimizga barhol fe'lan saida bo'ladi. Raftomadi, mo'tar va ba'zi osoyillar bo'ladi, yaxshi deb borib keladi. Xos sarakimiz sarakka bo'lishga bo'lsa, bosh sarak bo'lsa bizlarga. Bizga Noyashash bizlarga sarakimiz yo'qdi. Bizlarga shunday bir sarak standart bo'lsa, misli shaharda Noyashash bizda shaharda Afg'onko'tdagi sarak standart bo'lsa, bizlarga ko'proq yaxshi bo'ladi. Mushkulotimiz barfelan haldi. Bu saraklarga bu kichikligi barfelan kichiydi, u ko'chaoy ham pesh ko'pdi bu jo'kada. Bachalarni maktabga ketmog'iga va kelmog'iga mushkuloti ko'pdi. Degan bir narsaki riksho yo bir taksi va qarador qilsa borib kelmog'iga mushkuloti ko'p bo'ladi. Bachalarni maktabga borib kelmog'iga ko'plab mushkuloti bor borib kelmoqqa. Magar sarakimiz sayi durust bo'lsa, mushkulotimiz hal bo'ladi.
Aholi so'nggi yillarda qishloq yashovchilari uchun zarur urug' o'g'it va kimyoviy vositalar yetarli darajada ta'minlanmaganini bildirib, natijada dehqonlar hosildorlik bo'yicha jiddiy qiyinchiliklarga duch kelayotganlarini ta'kidlamoqda. Mana qo'ytirdim ovqatdan bilan otim dilmat qassobdi. Mana shu 2 yil bo'ladi ziroati mana shu mavqiyat qo'ytirga hech mobot birodar yo bir davo yo bir to'xmi nimadagi beriqsizdi birodar. Mana shu biltiram beriqsa bu yil mavqiyati 3 yil bo'ldi. Hech nima eshitgani zaminlar hammasi bekshovar qolgan. Mana shu o'zimga buyadi bir jircha zamin mana shu mavqiyati nazmoga bor. Shunday bir xolisatda ekmaymiz, ilojimiz yetmaydi. Olmani ziroatga kelib bir kort berib ketmaydi, har qanday zang urdim aytdi birodar. Vali o'shana mavjud emas. Olish nima kelgani yo'q. Ana shu gaplarni bergani yo'q, tavaligacha ana shu mavqat ko'z bilasiz 2 yil bo'ladi shu nimalarga nima eshitgani mavqat ko'tirgan kishti ziroat hammasi shunday qolgan. Ko'p yaxshi edi 2 yil 3 yil qatiga. Hol borondagi ham yaxshi, nima ham yaxshi. Lekin o'sha nimasi eshitmaydi-ki buni kishti ziroat qilsak. Kishti ziroat o'tdi, vaqti o'tdi-ki unda bo'lmaydi-da. Mana shu vaqtda ana shu moya amalga yo savrga chiqadi. Hol mana savr ham o'tdi, kishti ziroat shunday qolgan. Hech bizlarga mavot ham eshitgan yo'q, tuxum nima ham eshitgan yo'q-ki bunda shuni kishti qilsak ana shunday bir zaminlar beoydod qolgan. Ko'paydi olam bir tuxumlarki borku yak bir sad deydilar yo bir tuxumlar borku pastbaqanda bir beriladi yildan yilga olib shu bir 2 yil 3 yil bo'ladi bizlarga eshitmaydi ana shunday bir benima qolganmiz. Bog'dorlar ham bor, har narsa kishti desa, g'o'zali ham bor, bog'dorlar ham bor, kishtiki nimaki yekiladi o'sha narsa bor shu mavqelarga. Almazori ham bor, tarvog'i ham bor, terakzori ham bor. Shu yaxshi, hosilga birdan 2 ziyod hosil qilgan yildan bitta savoq asr qilgan, savoqdan mavqiyat bodom ularga tez gullaganlarga kechkilari ko'p yaxshi olib. Hududda klinik yo'qligi aholining eng katta muammolaridan biri sifatida qayd etilmoqda. Istiroriy holatlarda bemorlarni 10 kilometr uzoqlikdagi sog'liq markaziga yetkazish katta qiyinchilik tug'dirib kelmoqda. Shuningdek, ichimlik suv tanqisligi katta muammoga aylangan. Aholi suv muammosini hal etish uchun Daryog'zi to'g'oni qurilishini taklif qilmoqda. Assalomu alaykum, men otim G'ulom Faruq, boshimda Qo'tir noyob shahar markazi shahardan bas. Biza Qo'tirga 9 masjidni, bizani masjidga taqriban shu 300 famil zindaglik qilsa, biza ikki narsaga bir ta'kid qilamiz. Boshqa mushkulotlar ko'p. Shu mushkulotni biz shu dark qilsa, katakola yetsa, dark qilsa. Avvalisi biza bir klinik siya kerak. Agar biza to daxil shahargacha boramiz deymiz, 10 kilometrda. Agar 10 kilometrga trafik ham bor, boshqa hodisalar bor, to yerga boramiz deymiz, bizani maradimiz shot battarroq bo'lsa. Bir klinik imom sohibga bu marbut u pashtkot bo'ladi. Noy shash nomi xudo ko'p bir katta noyada mantiqay sabz aytiladi. Bizaga klinikimiz yo'q shu noyaga. Bizaga taqozo qilamiz katakolardan, bizani sadomizni eshitganlardan taqozomiz shuki bizaga bir si klinik noy shashga bersa. Bir asari degan noy shash ko'p bir mantiqay sabzdi. Biza suni qo'lidan 3 oy 4 oyga ko'p bir mushkulotlarga ranj eltamiz. Taqozo shu dandarani bandi bog'lasa, biza girtay shot yaxshi bo'lsa, kishovarjimiz bor. Boshqa liyozlardan mol ko'p, xo'p, daraxtlar ko'p, kishovarji bor. Mardim ko'p, qishloqlarga bir avuz, 2 avuz bor, biz avuzdan suv ichamiz. Bandara bog'lasa, xususan noy shash bizaga ko'p foydasi bor. Aholi fikricha, ushbu muammolar bartaraf etilsa, hududda ijtimoiy barqarorlik mustahkamlanadi va turmush darajasi sezilarli darajada yaxshilanadi.